Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Obunachilar, esinglarda bo'lsa, mana bu ismingiz nima edi, tog'a? Abdurahim. Abdurahim tog'ani videosini chiqargandim. O'tgan yilmidi? Sayohatga chiqib kelganingiz? Shunaqa paytda. O'tgan yil shunaqa paytda Pokistonga sayohatga chiqib kelgan. Xuddi mana shu velosipedda o'zimdan olgan. Endi qayga tog'a yo'q? Xudo xolasa bu yil Rossiyaga ketsammi deb turibman. Rossiyaga? Rossiyaga shu Kremlga borib qaytaman. Bo'laverami? Malades. Tog'a necha kirdingiz? 1,70. 1,70. Hozir men mana 36 ga kirgan bo'lsam, qo'rqaman, lekin mana 1,70 ga kirgan tog'a mana bitta o'zingizmi, o'zingiz ketyapsizmi? Hozircha o'zim. Bitta o'zi Rossiyaga Kremlga velosipedda ketyapti. Malades. 10 kunlarda chiqib ketaman. Gap yo'q. Tog'a, safarlaringiz bexatar bo'lsin. Rahmat. Xudo xolasa. Rasapni bir ko'rsatib oldim. Sozlatib, chiroyli qilib. Xudo xolasa endi shu kamera almashtiraman xolos. Pokistonda ham shunaqa bo'lgan, Pokistonga borguncha ham. 2 martami kamera almashtirganman. Qolgan yeri bir narsa bo'lmagan. Yana shunaqa bo'lsin. Mana bir ko'rib oldik-da. Xudo xolasa endi o'tgan yili Pokistonga chiqib kelgan mana shu velikda. O'zimdan qancha 2 millionga olamidi? 2 millionga olingan. Pokistongacha chiqib kelgan shu velikda. Endi o'tgan yildan beri shu qishloqda mana yuribdi. Endi ko'ngil to'q bo'lish uchun hamma yo'g'ini bir qur kayf bo'lishni. Endi Rossiya yaqin joy emas. Kamida bir 3000 ga buyog'i bor, kilometr. 3,5 deyapti-yu. 3,5 deyaptimi? 3,5 atrofida bor. Xudo xolasa sharmanda qilmaydi degan umiddaman. Endi yo'lda endi men ham bilmayman, lekin men ham chunki temirga chiqim garantiya bermaydi. Alloh xudo xolasa uyaltirmaydi. Pokistonda ham uyaltirmagan, tog'a, xudo xolasa. Pokistonda ham uyaltirmagan. Mana bu nevaralari ham mana. Nevarangiz qayergacha boradi? Toshkentga boradi. Toshkentgacha ketadi mana nevaralar. Birga. Bu yerdan misol Namangan, Uchqo'rg'on tumani Toshkentgacha. Katta bo'lsa keyin birga ketamiz. Toshkentgacha mana bularni nevarasini ham berigini chiroyli qilib remont qilib berdim. Toshkentgacha ketadi mana. Tog'ani o'zi Rossiya Kremlga. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa umraga sayohatga chiqmoqchi bo'lsanglar, murojaat qilinglar. Chiroyli qilib velosiped tayyorlab beraman. Ishonchli, garantiyali, yo'lda qiynamaydigan qilib. Germanskiy velosiped toza kashis va sozavelik bo'ladi, ammo ozgina qimmatroq bo'ladi. Sababi puliga yarasha endi. Kimga shunaqa sifatli velosipedlik kerak bo'lsa, murojaat qilinglar. Pastga raqam qo'yib qo'yaman. Shu nomerda Telegram, WhatsApp, imo hammasidan bor. Murojaat qilinglar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska boshlashdan chiqmasin.